Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doktor yo'qlar. Siz o'chiribdi? Ha, mana. Sizdan boshqa hech kim bo'lmasa, shu yerdaman, xo'p? Xo'p. Kirib chiqdingizmi siz? Yo'q. Sizdan keyin kiraman, to'g'rimi? Nima? Sizlar ham bu yoqqa kirasizlarmi? Albatta. Og'ayni? Siz ham kirasizmi? Sizlardan mendan keyin kirasizlar-da, to'g'rimi? Nima deyapsan? Bu yoqqa kelsam bola, nima deyapsan? Biz 3 soatdan beri kutib o'tiribmiz. Oy, men hozir kirib keldim. Yo'q edi, manta qisib turgan edi. Yo, to'xtab tursanglar-chi, to'xtab turing. Sizlar gapirsangiz-ku, siz nima unaqa qilyapsiz? Biza sari ko'rganimiz yo'q, 2 soatdan beri. Opa, men shuni eshikdan kirdim deyapman. Kelsam bitta mashq bor edi. Oching eshikni, oching. Telefon qilmay. Oy, men kecha turaman deyapman sizga. Kecha turaman deyapman men sizga. Shunda kecha turib bering, qog'oz olib kelganman. Doktor bormi o'zi? Doktor yo'q ekan-ku, mashinalari. Yo'q, doktor yo'q. Yo'q, men kecha tura olmayman. Doktor yo'q dedim-ku, men farroshman. Shu Qog'oz olib kelgan, shu pechatga ursana. Ochlaymi? O'zi boydan beri asab buzilyapti. bu shifoxona emas, jinnixona.